Assalomu alaykum, hurmatli Nuriddin kanali obunachilari va kanal dehqonlari. Haftani chorshanba kuni 28-may hurmatli obunachilar bo'ldi. Qibrayda joylashgan Sho'ro mol bozoriga keldik. Xudo xolisa bugungi bozorni narxlarini sizlarga qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, nechta so'raysiz aka? 23. Hurmatli obunachilar, shu olaga 23 million so'm pul so'rab turgan ekanlar. Aka, bozorni nima qilyapti buni? Beryapsiz. 17 milyon 500 ming so'm pul qilishdi, bermabdi sizlar, hurmatli obunachilar. Jaydarim, o'zimizdan qoralardan. Necha pullar ekan bular, assalomu alaykum. Necha pullar ekan? Buni, xo'p, bunisiga 17 million so'm. Sherigigacha. Xo'p, 17 ga mana bunisi 20 million so'm ekan, hurmatli obunachilar. Aka, 20 ni bozor nima qilyapti? 8 million. Bermayapsiz. Hurmatli obunachilar, shuni 18 million so'mga bermabdi. Bunicha buni? 15. Buni 15 million 500 ming so'm pul qilishdi, bermabdi. Yemga tayyor variant. Necha pul ekan, assalomu alaykum? 22 dan. Hurmatli obunachilar, narxiga 22 million so'm pul so'rashyapti. Bozor nima qilyapti o'dan buni? Bozor hali qilmadi, hozir keldi. Endi keldi-da, bozor e'lonib bersin. Narxiga 22 million so'm, hurmatli obunachilar. Olmaylar, assalomu alaykum. Qaragan so'miz necha pullar ekan akam? 24. Ikkalasi 24 million so'mdan pul so'rashyapti. Hurmatli obunachilar, 24 million so'mdan. Bunga ham sherigiga ham narxi bir xil ekan. Mana orqa taraflar. 20 million 600 ming so'm pul qilishdi, buni bermabdilar, olani. Mana qorani necha pul qilishyapti? Qorani necha pul qilishyapti? 20 million 300 ming. Ha, bermadi. Qorasini 20 million 300 ming so'm pul qilishdi, berilmadi. 20 million 300. Bozorisini bersin. Olmay aka, assalomu alaykum. Necha pul ekan aka? Hop, mana hurmatli obunachilar, narxiga 16,5 million so'm pul so'rashyapti shunga. Aka, bozor nima qilyapti buni? Bermayapti. 14,5 million so'mga shuni bermabdi. Jaydarim, hurmatli obunachilar. Olaga necha pul ekan aka? Assalomu alaykum. Necha pul so'rayapsiz? 17. Mana hurmatli obunachilar, narxiga 17 million so'm ekan. O'zlari 17 million so'm pul so'rayaptilar, bozor 15 million so'm pul qilib bermabdilar, hurmatli obunachilar. Mana mana shu 15 million so'mga bermabdi. Greenford bu qavani. Necha pul ekan? Xudo assalomu alaykum. 27 so'm. Narxiga 27 million so'm pul so'rab turibdi. Bozor nima qilyapti? 22 million. Bermayapsiz. Mana 22 million so'mga shuni bermayotgan ekanlar, hurmatli obunachilar. Bitta mana orqalarini olib ko'rsatamiz hozirga. Narxiga 26 million so'm pul so'rashyapti, hurmatli obunachilar. Bozor nima qilyapti aka? 22 million so'mga mana shu Greenfordni berishyapti, hurmatli obunachilar. Bir dona o'zi. Hurmatli obunachilar, Simental buqi. Necha pul so'rayapti dedingiz aka? Narxiga 38 million so'm pul so'rashyapti. Bozorni ish pul qilgan, bizga qorong'i. Bular kimdan ekan? Sizlardan. Assalomu alaykum. So'rasaga, nechtasizdan aka? Hop, bu yoqda alumongacha? Ha, mana shu to'rttasi. 1, 2, 3, 4tasi. Bularga narx kelish pul. Hop, ikkalasiga 33 million so'mdan, bularga 27 million so'mdan pul so'rashadi. Aka, mana 30 tani bozor nima qilyapti? Ayni keldi-da. Bozor hali hech narsa qilmayapti, hurmatli obunachilar. Shurga baraka bo'ldi aka, assalomu alaykum. Necha pul bo'ldi aka? Hurmatli obunachilar, boqmalardan.
Neç pullarga aka? Assalomu alaykum. Siz aka qanaqasiz? Qaysi biri? Ikkitasi başsizdanmi? Ikkitasi kam? Neç pul kam bor? 65 bin. Xo'p, 1, 2, 3, 65 million so'm kami bor deyishyapti. Hozir obunachilar. Qochdi seni tushmaysizlar. Aka, bularni bozor nima qilyapti yopishib? Bozor. Mana hurmatli obunachilar 61 million so'mga shularni bermabdi. Chalasi. Lekin bozor yaxshi bo'ldi. Molni o'tgan. O'tdi. Bulardan bormi? Fermalarda 450 bosh mol bor ekan, hurmatli obunachilar. 97 lik. 764 66. İsimlari Abdulboriy ekan, hurmatli obunachilar. Ana, baraka bo'lganlarda. Nesh puldan bo'ldi, assalomu alaykum. 16 da? Evet, joningiz sog' bo'lsin. 16 da baraka bo'lsin. Qanchalar? Sizlardanmi aka bular? Assalomu alaykum. Nechtasizda? Sizlardanmi? Nechtasi? 3tasi. 1, 2, 3. Narxiga nech puldan deysiz? 28 million kami bor. Narxiga mana mol boshiga 28 million so'mdan kami bor deysiz. Aka bularni bozor nima qilyapti? Bozor. 22 Bermayapti. 21 million, 22 million so'm pul qilishdi, shularni berilmabdi. Hurmatli obunachilar. Grenfordga oqoshdi. Kelishdi akalarning mollari bular. Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Siz nech puldan ekan bularga? 20. Nech pul? 20 million so'm. Xo'p, narxiga 20 million so'm bu. 19dan ikkita. Hay, ham ikkitasiga nech puldan aka? İkitani 15,5 so'm. Ularga 15,5 million so'm beradi. Bunisiga 20 million so'm, ma'mulariga 19 million so'mdan pul so'rashadi. Janivor. Aka, mana 20 ni bozor nima qilyapti? 16,5. Bermayapsiz 16,5 million. Qancha qanchada? Ular mendan emas. Mana bulardan. Mana buni ko'ring. Hurmatli obunachilar. Paydarolar, paltarashkili deydi-yu. 15 million so'mdan pul so'rashyapti. Uchalasiga, bunisiga bo'lsa 16 million so'm. Buqa. Hurmatli obunachilar, narxiga 16 million so'm pul so'rayapti. Bozor nima qilyapti aka, bozor? Bermayapsiz. 14,5 million so'mga shuni beryaptilar. Jaylar, hurmatli obunachilar, 14,5 million so'mga beriladi. Uchalasiga Yo'q, shu narxni qo'ymoqchi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, narxiga 20 million so'mdan mol boshiga pul so'rashyapti. Sheriklarga ham xuddi shu qarab. So'raymiz endi bozor ish. Ana bozor nima qilyapti aka bular? Bozor. Bermayapti. 17 million, 18 million so'm pul qilishdi. Berilmas. Hurmatli obunachilar shunday. Ikkita rekord tangiz bor ekan. 25 dan ikkitasidan buni. Hop. Hurmatli obunachilar, narxiga 25 million so'm pul so'rashadi ekan. Mashina. Bozor nima qilyapti aka buni? Tushundim, bo'ldi. Bozor hali darmoniy pul qo'yapti. Voy, ana. Lekin maydalida. Assalomu alaykum. Odam qanaqasiz? So'rasiz, nech puldan ekan bularga? 11 million so'm. Mana hurmatli obunachilar, astoydil 11 million so'mdan bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Ikkalasi ham g'unajim ekan. Amay qo'shing. 11 dan bo'lsa berdim deyapti.
mana bunisi buqacha ekan, hurmatli obrachilar, adashmayman. Mana bunisi g'unajin ekan. Ozoylarni berdi. Maydonlar bor ekan. Assalomu alaykum. 5 million ekan bu. 13 ta. Narxiga 13 million so'mdan pul so'rashayotgan ekan. Aka bozor nima qilyapti bularni? Bozor. Bermayapsiz. 12 million so'mdan beryaptilar. Hurmatli obrachilar, shular. O'zlari 13 ta pul so'rayaptilar. Jaylari buqacha kengizki obrachilar. 5 million ekan bunga. 15 million. Mana hurmatli narxiga 15 million so'm pul so'rashadi. Bozor nima qilyapti aka bular? 5 pulgacha chiqib patalo. 13 bozor patalo 13 million so'm pul qilishdi, beryaptilar. Ayolda ham savdosi bor, g'unajin. Semizni olishmadingizmi? Hamma narsaga yetar. Yonaga, lekin bori siz o'ylanmay unaqa qilib mana. Baraka topingmi? Agar rozi bo'lsangmi? Qoptoza bo'ldi. Agar 9 kami bormi desam bor dedingiz. Mani 8im ham yo'q. O'rtasi bo'ldi mana. Mana. G'unajin ekan, hurmatli obrachilar. Buloqatga oling. Lekin boru kamboqqa berayotgan joyim yo'q. 8 million 50 bo'ldi, 8 million 100 bo'ldi deb maydalab turgan joyim yo'q mana. Hurmatli obrachilar 8,5 million so'm shuni bermay turibdi. Neç pul ekan aka bunga? Neç pul? Videoga olsam. Narxi neç pul? Narxi. 12,5 qo'y. Ha, bozor 12,5. Bozor o'zi 12,5 million so'm pul qo'shib beryapti. G'unajin ekan, hurmatli obrachilar. G'unajin narxiga 12 million so'm pul so'rashyapti. 5 pul ekan aka sizniki. Assalomu alaykum. Narxiga 13,5 million so'm pul so'rashyapti. Bozor nima qilyapti aka? Beryapti. Bozor 12 million so'm pul qilishda beryapti. Bitta mana g'unajinlarni qatori. Bir boshdan. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan bunga? 12 million so'mga 13 million so'm ekan. Hurmatli obrachilar. Bozor nima qilyapti 13chi? 12 bunichi? Buni 10,5 million so'mga berishadi. Keyingi g'unajin assalomu alaykum. Nechi pul ekan aka? 13 million so'm kabi bor bo'lyapti. Bozor nima qilyapti aka? Bermayapti. Bozor 11,5 million so'm qilishda berishadi. Mana bu yerda oppoqlardan ham tushib turadi g'unajinlar. Sharolit Husanboy o'zlari shu yerda. Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz, siz? Qaysi birisidan? 11 so'rov. Assalomu alaykum. Hurmatli obrachlar, g'unajin narxiga 11 million so'm. Bozor nima qilyapti aka? 9,5. Buni bozor 9,5 million so'm qilishda beryaptilar. Yo'q, xudo quvvat bersa shu yerdan hisobini yaxshilik ko'rishaylik. Bo'ldi. Ha, oq qarayli, sharoletmi yo avlik bo'lmi bilib oling. Savdosi ham bo'yasdi. Oqqa nechi pul ekan aka? Assalomu alaykum. Narxiga 17 million so'm pul so'rashadi. Hurmatli obrachilar, mana shunday. Bozor nima qilyapti akam? Signallar bilan so'raladi. 15 million Hop, 15 million 300 ming so'm buni bozor qilib beryaptilar. Buni dollar chaqqanda 1000 dollar pul qo'shib berishyapti. G'unajin kelasi. Mana hurmatli obrachilar, buqacha narxiga 15 million so'm pul so'rashayotgan ekan. Lekin molni sifati. Aka, bu nima qilyapti bozor? 13,5. Bozor mana 13,5 million so'm tushdi. Ovqatga kirgan bu. Hurmatli obrachilar, buqacha ovqatga kirgan ekan. Narxiga 11 million so'm pul so'rab turishdi. Ha, yaxshi. Bozor nima qilyapti aka? Bozor. 8,5 bermayapti. 8,5 million, 9 million so'm pul qo'yishdi, shuni bermayaptilar. Bozoringlarni bersa aka.
Nechi pul ekan polvon bunga? Nechi pul? Assalomu alaykum. Aka qarag'ansiz, nechi pul so'raysiz aka? Hurmatli obunachilar. Ikkalasiga shu qanaqdanmi? Ikkalasiga shu qanaqdanmi? 11 dan, to'g'ri? Narxiga 11 million so'm pul so'rashadi. Alsherga. Polvon ukamizdan aka. Aka bilan bozor nima qotdi? Hop, 9 million so'm buni pul qilishdi, buni 8,5 million so'm qilishdi. Hurmatli obunachilar, berilmadi. Bozoringlarni bersa aka. Maydalarni bersa. Nechi pul aka bu? Bu qachon? G'onajon ekan, narxiga 7 million so'm pul so'rashadi. Bozor nima qotdi aka? 5,5 ga. 5,5 million so'mga berilmabdi. Eng zo'r tarafi shoh kuydirilmagan ekan. Kichik shoh bor. Charchini aka bozor. Maydalardan mana. So'rasi ham emas, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, qarag'ansiz. Telefonimni ko'tara olmayapman. Yo'q, odam olmayman. So'da. Odam olmayman, odam. Yo'q, so'da. 9 ga bering, asta. Qaysi bilan? 9 ga. Smentalaga 9 million so'm aka pul qilyaptilar, bermayapti. G'onajon aka, Berasiz. Chatishganmi bu? Bering, qattiqlik qiling. Voy, ozgina qitiraman. Bering. Aka qattiqlik qiling. 9 million so'mga bermay turibdi. Qattiqligiga sotmaydi. Assalomu alaykum. Hop. Bunisiga nechi pul? Hop, bunisiga 13. Bularga 11 dan. G'onajon bu qachon? G'ochi erki. Yarmiga 11 million so'mlar pul so'rashadi. Bunisiga 13 million so'm. Mana 13 bozor nechi pul qotdi aka? Buni 10 bo'tdi, ular 8 million. Buni 10 millionga bermabdilar. Mamlani mana 8 million so'mdan beryaptilar, hurmatli obunachilar. Bittasi urg'ochi, bittasi erkak. 9 so'rasi yo'qmoqda. 9 million so'mga. Hurmatli obunachilar, bu qancha? Narxi 13 million so'm kami bor bo'lyapti. Bu bozor nima qilyapti aka, bozor? Bermayapti. 11,5 ga shuni beryapti. Hurmatli obunachilar, ot faqat dushanba emas, mana chorshanba kuni ham tushibdi. Zoti Polsha deyaptilar ekan. Yoshi 2 yashar. Hali to'y, hali bola ekan janob. Bemalol mindiradi. Bemalol mindiradi deyaptilar ekan. Hop, narxiga $5,000 pul so'rab turishdi. Eng qiziq joyi bozor ishlar. Bo'ldi. Bozor narxi 4 ming, 50 million, 45 million so'm pul qilishdi, bermabdilar, hurmatli obunachilar. Mana maydalari ham sizlardanmi aka? Bularga nechi pullar? 18 milliondan. Bularga mana 18 million so'mdan kam bor. Bularga ham shu raqiblar deydi. Bir joyda bermayapti. Hammasi erkakga 14,5 million so'mdan pul qilishdi, berishmabdi, hurmatli obunachilar. Bu yoqda baytallar ham bor. Uni ham olamiz. Aka, to'xtang, ular aka bir marta. Necha nomer qo'yamiz? 88 679 99 Ularga necha hurmatli obunachilar, baytalda o'tganlari bularga 25 dan kami bor ekan. Hozirgi nomerga telefon qo'yasizlar. Bu yoqda erkaklar, bu yoqda mana. Baytallarga qo'yib qo'yishdi. 75 so'mdan To'rozga baraka.
Hurmatli obunachilar mana. 5 million o'rtaroqqa kel. Hafta 70 ta. Hurmatli obunachilar 70 so'mdan To'rozga baraka bo'lsin qo'chqorda. Akamga olishdi. Qara. 70 mingdan bo'ldi To'rozga. Qara. Sal tort, Mahmud oldi qo'lingni. Buyur endi 45. 445 kilo keldi. Bitta 2 3 4 5 tasi. Men bular beradi, egalar. 445 kilo keldi, hurmatli obunachilar. 445. 70 ming so'mga baraka bo'lsin To'rozga. Oyog'ida 43 million so'mga baraka o'tmas ikkitasi. Hurmatli obunachilar. Bu bir, mana bu sherigi ikki. Nechta keldi? Kim beradi uni? Men. 384 kilo keldi, hurmatli obunachilar. Endi sherigi. Oyog'ida baraka bo'lgan, diling teres tortib ko'rishadi. 378 kilo keldi hammasi. Qorasi 378 kilo. 43 ga baraka bo'libdi oyog'ida. Ha, yo'q. O'zing chertib olibsiz yoki ichida? To'rozga 65 ming 500 so'mdan baraka bo'libdi. 60 ming. Qo'ying. Nechi kilo? 254 kilo. 65 ming 500 so'm. 254 kilo keldi to'rttasi. Kilo? Mana hurmatli obunachilar, janob Olabuqa mana. Narxiga 70 million so'm pul so'rashayotgan ekan shunga. Jonivor, narxiga 70 million so'm, ha? Bilmadim, alladan ekan aka. So'raymiz endi bozor nima qildi. Dilshod. Bozor qarashchasi qimmat, hurmatli obunachilar. Mana bunisini mana 32 million so'm pul qilishdi, akam bermabdilar. Sherigini 32 million so'mga berilmadi. Hurmatli obunachilar, 8 oy boqilgan ekan, narxiga 50 million so'm pul so'rashyapti. Narxiga mana 50 million so'm pul so'rashyapti, sementali, hurmatli obunachilar. Bozor nima qilyapti aka? Bozor. Shay. 56 mingdan bermadi. Benzinchi. 56 ming so'mdan so'rash To'rozga berilmadi. Hurmatli obunachilar. 56 mingdan shuni. Hurmatli obunachilar, narxiga mana 45 million so'm pul so'rayotgan ekan shunga. To'rozga olib chiqmadinglarmi? To'rozga qancha kelish bilmadim. Vallahi. Bozorni 38 million so'mga berishmoqchi, hurmatli obunachilar. Yoshli chiqqan. Yettani barakalar. Qaysini savdosi bor aka? 26 million chiqdi. Ha, qora savdosi bor, hurmatli obunachilar. 26 million 300 so'm. Keyin odamga soting, oyog'ingiz tetib olaman do'stlar. Yardım düşer dükkan bu. Ya hamza koyun yolunda. Kese ben yani koyun işe değişmesin. Bunlar doğru mu? 26 milyon so'mga qishat. Kokteyli koyun şöyle O'ting aylan. Olayım faydalan. 300 lira. Bize şu balada koşuyun. Hadi git soke. Hadi yap. Ben de kendisi yapıyorum. Aslında 26 milyon 300 ga beryaptilar, hurmatli obunachilar, mana shu qolani.
barakasi aka. Barakasi nima bo'ldi aka buni? Yo, endi Endi bozor ismi. Bozor kirib, to'rt tarozga borishdi o'zi. Bu yo'lda Angusda tushibdi, madda yog'lashadi. Aberdin Angusta. Madda yog'lashadi. Taroz 58 ming so'mdan bermay turishibdi shularni. O'zi ham gilla boshni olishgan ekan shu qonarlar, so'rasa. 58 ming so'm. Qara. Yavjum bo'ldi. ha, sizlarga finish bo'ladi. Yana o'yinni tizdirgan uchun bir so'rayotgan. Shuarsa 300 ming deydi. Yana azgan bir necha yana sizga finish keltiradi. 58,5 mingdan tarozga baraka bo'lmadi hozir. Tushmadi barakasi. 58,5 mingdan. Nima ish qiladi? Aka, vaqt ochildimi?